Assalomu alaykum. Bugun bizani mehmonimiz Iman Maqsudova. Assalomu alaykum. Iman Maqsudova tabiat fanlari nomzodi, doktor nevrolog hamda hozir dizayner Amsilk degan brendlari bor va uchta judayam zo'r bolani onasi. Rahmat bugun shu yerga kelganingizga. Judayam xursandmiz siz biz bilan bo'lganingizga va siz o'zingizni haqingizda ozgina aytib bersangiz. Hammaga assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Men vrach nevrologman, xususiy klinikada ishlayman. Bemorlarim juda ham yaxshi ko'raman. 16 yillik stajim bor. Shuningdek, MU universitetida leksiya o'qiyman, ma'ruzalar o'qiyman. Va meni hobbim bor. Chiroyli kiyimlarni yaratish va 3 ta farzandni onasiman. Hayotimni juda ham yaxshi ko'raman. Toshkentga qanaqasiga keldingiz va hobbingizni qanaqasiga ochdingiz? Men Marg'ilon shahrida tug'ilganman. Agar bilsangiz, Marg'ilon bu ipak, adras, atlas vatani hisoblanadi. Hamma hunarmandlar, eng chiroyli matolar hammasi Marg'ilonda. Va men kichkinaligimdan shu matolarni ichida o'sganman. Va meni onamga rahmat. Shu go'zalliklarni ko'rishga, shu go'zalliklarni kiyishga o'rgatganlar. Va o'sha kichikligimdan rasmlar chizardim. Chiroyli ko'ylaklarni rasmini va o'sha rasmlar bo'yicha ko'ylak tikardik. Oyimga, menga, xolalarimga, hammasiga. Bu narsa menda doim bor edi. Oilamizda 90% oila a'zolarim vrach shifokorlar bo'lgani uchun meni ham qiziqishim shifokorlikka qarab ketgan. Va tibbiyot institutiga kirdim. U yerda tugatdim, magistraturada o'qidim. 2018-yil kandidatskiy защита qildim. Lekin bu matolarga bo'lgan muhabbatim doim bor edi. Va shu ilmiy ishni qilib yurgan paytimda Toshkentga ko'p kelishga to'g'ri kelgan. Va Toshkentga kelib yurgan paytimda shu ilmiy ishni qilib boshqa ayollar bilan ko'rishdim. Va qaradim ularga, u ayollar faqatgina bitta kasbni ishlamadi. Ular o'zini qiziqishini, o'zini xohishini ro'yobga chiqarayotgan ayollar edi. Ularga qarab men ham qila olaman dedim. Shunaqa fikr keldi. Bu narsa tez bo'ldi. Shu fikr kelgandan keyin 2 oyda ham brend yaratildi, ham birinchi kolleksiya tikildi. 2 oyda. Men hali Toshkentda yashamasdim, lekin meni kiyimlarim o'sha Toshkentda edi. Wow. Doktorga o'qidingiz. O'zingiz xohlaganmisiz yoki uydagilariz doktorga o'qiysan deb aytishganmi? Onam men tug'ilganimdan beri bitta shifoxonada ishlaganlar. Hozir ham o'sha yerda ishlaydilar, bo'lim mudiri bo'lib, terapevt pulmonologlar. Men kichikligimdan bog'chaga borsaman, bog'chadan keyin oyim ishlariga kirardim. Ularning qanaqa ishlashlari, o'sha oq xalat kiyishlari, ularga qanaqa chiroyli yarashishi, даже majlis o'tkazayotgan paytlarida ham kuzatib o'tirardim, bu qanaqa. Lekin institutga kiradigan vaqtda, tayyorlanadigan vaqtda oyim menga qiynalasan, o'zingni qiynama. Tibbiyot institutida o'qish qiyin, uzoq bo'ladi. Men qiynalganman, o'qimagin deganlar. Keyin hamshira bo'lib qo'ya qolgin. Men bilan ishlaysan bo'limda. Keyin men aytganman, o'sha paytdan menda xarakterimda liderlik bor edi. Aytganman, yo'q, nimaga? Men vrach bo'lishni xohlayman. Men bo'lim boshqarishni xohlayman. Men hamshira bo'lishni xohlamayman. Qiyin bo'lsa ham o'qiyman.
16 yosh edim o'shanda. Mhm. Kirganman institutga. Mhm. Sevardim, hozirgacha sevaman tibbiyotni, bemorlarimni. Tibbiyot bu insonni haqiqiy odamga aylantiradi. Mhm. Hamma ham shifokor bo'la olmaydi. Allohdan Allohdan nima deydi? Berilgan. Bir ne'mat desam bo'ladi. Ozgina o'zingizni hayotingiz to'g'risida gapirib berasizmi? Bilaman, siz juda ham ochiq Instagramingizda gapirasiz. Endi gapirish boshladim. Da. Gapirmasdim. Oldin gapirmasdim, o'zimga ruxsat bermasdim. Chunki Instagramda shu 2-3 yil oldin faqat yaxshi gap gapirardim. Faqat yaxshi, tinch, hamma yo'l zo'r, shunaqa tekis hamma narsa. Chunki u paytda men ozgina boshqacha o'ylardim. Odamlar nima deydi? Uyat bo'ladi, gapirish mumkin emas, kamchiliklarni aytmaslik kerak. Yordam so'rash uyat. So'rash kerak emas. Kuchliman. Hamma narsaga. O'zim qilaman hamma narsani. Shunaqa bo'lardi. Endi shuni gapirishni boshladim. Shuni gapirishni boshlaganimdan juda xursandman, chunki ko'p haqiqiy hayot, to'g'rimi? Haqiqiy hayotda. Chunki ko'p ayollar aynan shu holatdan, shu etaplardan o'tishayotganini ko'rdim. Ko'p ayollar именно 2-3 ta video oldim. Ko'p olmadim hali. Lekin ko'p ayollar o'zini hayotini ko'rishdi. Juda ham ko'p rahmat eshitdim. To'xtatmang, iltimos, gapiring. Sizni videolaringizda o'zimizni hayotimizni ko'ryapmiz. Maslahat so'rashdi, lekin men maslahat berishga shoshilmayman. Men o'z hayotimda o'sha o'tib kelayotgan vaqtim bilan bo'lishyapman. Bo'lishib ham yengil tortyapman, ham qo'llab-quvvatlash olyapman. Bu ham bitta yordam. Yaxshi tomoni ko'p bu narsani. O'zi aslida oldin ham aytganman sizga, kitob yozish maqsadim bor. Chunki men haqiqiy o'zbek oilasida o'sganman. Ota-onam juda mehribon, juda oddiy, sodda odamlar. Lekin biz har bitta bolani men mahsulot deb bilaman. Oilada o'sha qanday uni shakllantirilganda, qanday shaklga keltirilgandagi mahsulot. Biz oilamizdagi bo'layotgan muhitni, shart-sharoitni norma deb bilamiz. Men hozir baxtga qarshi deya olmayman. Hamma narsa hayotda to'g'ri, noto'g'ri narsani o'zi yo'q. Xudoyim adashmaydi hech qachon. 18 yoshda turmushga berishgan. O'z xohishimga ko'ra emas. Tanimagan odamimga turmushga chiqqanman desam ham bo'ladi. Umuman notanish odam, shu to'ydan oldin bir marta ko'rishganman. Necha marta uchrashdingiz u bilan? To'ydan oldin bitta uchrashuv bo'lgan. Bir dona uchrashuv bo'lgan. Yo'q degan javob berganman, chunki yosh edim, tayyor emas edim, hayolimda ham yo'q edi. Turmushga chiqaman degan xayoli yo'q edi. Lekin 2 oydan keyin to'y bo'lgan. Mana hozirgi yosh odamlar ko'rayotgan mana shu videoni men o'zimdan ham maslahat. Meni gapimga qo'shilasizmi yo'qmi bilmayman, lekin qo'shilasiz deb o'ylayman. To'ydan oldin yoshlar bir-birini ozgina tanishib olishi kerak. Albatta. Bir marta uchrashib u hech qanaqasiga butun hayot yasha olmaysiz. Даже nima deydi, Amerikada ularda совсем boshqacha. Ular birinchi yashashib ko'rishadi ham, birga yasha olaydimi yo'qmi deb. Endi bu yerda dinga anaqa tushmaydi, lekin хотя бы bir-biri bilan
6 oy minimum Hmm. gaplashib yurib, bir-birini tanib yurish kerak deb o'ylayman man. Shunaqa bir marta uchrashib, o'ylanib ketadi, bo'lib ketadi. Хотя unaqa keyslar juda ham ko'p. Yashashyapti ham, normalniy, hammasi yaxshi. No, juda ham ko'p ajrash keyslar bo'lyapti O'zbekistonda. Ha. Unaqa odam shunchalik ajrashmasdi undan oldin. Eski paytdagi men aytaman, qaraganda. sovchi orqali topsin bir-birini, mayli. Lekin ularga возможность berish kerak bir-birini bilishga, tanishga, to'ydan oldin uchrashuvlarga chiqishga, xarakterini tushunish kerak bir-birini. Chunki to'ydan keyingi hayot bu uyda, turmushda bo'ladi, ro'zg'orda bo'ladi va doim ham ular alohida yashamaydi biz o'zbekchiligimizda. Shuning uchun menimcha to'ydan oldin 2 yosh bir-birini yaxshi bilish kerak. Mana o'zim hozir 3 ta farzandni tarbiyalayapman. O'g'il bola. O'g'il bolalarni. Men juda xohlayman ular sevib turmush qurishini. Chunki har bitta inson bu murakkab shaxs. O'zini xarakteri bor, o'zini minuslari bo'ladi. O'sha minuslariga kompromis qilish uchun 2 inson bir-birini juda sevish kerak. Juda ham sevish kerak. Yaxshi narsasini ko'proq ko'rishi uchun. Mana siz o'g'il bolalarning onasisiz. Juda ham muhimki biz ayollar qanaqa o'g'illarimizni katta qilamiz. Chunki juda ham ko'p kezlar uydagi bolalar otasini onasiga qanaqa nima deydi, отношение qotganini ko'rib, xuddi shunaqa o'zini xotiniga qiladi. Men o'ylaymanki, biz ayollar hozir meni ham o'g'lim bor. Men o'g'limni ayolga hurmat qilishni o'rgataman. Men uchun bu juda ham muhim. Chunki men aytaman, ertaga seni xotining ketib qoladi. Например, seni otang O'zbekistonda tarbiya olgan bo'lsa, erkak hamma narsa qiladi, erkak o'tirib olib hech narsa qilmaydi, ayol yoniga borib har doim nima deydi, как прислуга bo'lib yig'ishtiradi, anaqa ovqatini qiladi, faqat bo'ldi, qaraydi. Amerikada вообще shunaqa emas. Amerikada bir xil. Birga ovqat qilishadi. Например, xotini ovqat qilsa, erkak yordam beradi yig'ishtirgani oshxonani yoki ayol kir yuvsa, eri borib birga taxlaydi. Hamma narsa birga qilinadi. Va men o'zimni o'g'limga больше ko'proq Amerikani tarbiyasini berishim kerak edi, chunki ayolga qanaqa hurmat qilishi o'rgatish men uchun juda ham muhim bo'lgan. Bizda ham hozir mana O'zbekistonda bizani erkaklarimizni ayol bo'lib turib, biz o'zimizni o'g'illarimizni ham mana shunaqa o'rgatsak, qanaqa gaplashib, xotinini fikrini eshitib, mana shu birga nima deydi, partnyor bo'lishni o'rgatishimiz kerak. Не так, что erkak mana bitta, ayol mana bitta. Mana men erkak borman, sen davay menga qil. Yo'q, hammasi bir xil. Qur'onda ham yozilgan. Mana ayol erkak uchun yaratilgan, chunki mana qanaqadir savollari bo'lsa, erkakni ayoldan so'rash kerak. Ayoldan qanchalik so'rab, eshitib, xulosa olib yursa, shunchalik erkak ko'tariladi. Lekin O'zbekistonda ozgina unaqa emas. Siz o'zingiz turmushingizni ozgina gapirib berasizmi? Nimaga sizlar ajrashdinglar? O'sha aytganimdek, to'y tez bo'lgan. Hali tanishib ham ulgurilmagan. To'ydan keyin men buni hech qachon gapirmagandim. Birinchi marta gapiryapman. To'ydan keyin birinchi kun tushunganman. Biz u odam bilan umuman xarakterimiz to'g'ri kelmaydigan. Qanaqa his qilgansiz o'sha tushunganingizda? Endi u payt 18 yoshman, hozir 38 yosh bo'lsam, 20 yosh yoshroqman.
u paytda mani miyamda bitta narsa edi, orqaga yo'l yo'q. Sen уже turmushga chiqding, ota-onangni o'ylashing kerak, chunki gap so'z bo'ladi, ota-onang uyat bo'ladi, qaytishga yo'l yo'q. Yomon emas, sabr qilgin. Faqat shuni o'ylaganman. Chunki menga aytilgan, to'ydan keyin birinchi aytilgan gap shunaqa bo'lganki, mani ota-onam birinchi o'rinda, singlim ikkinchi o'rinda, qarindoshlarim uchinchi o'rinda, bular to'rtinchi, beshinchi o'rinda, sen oxirgi o'rinda. Qanaqa o'zingizni his qildingiz? Menga judayam tushuntira olmayman, nima uchun bu gap gapirilgan, lekin tushunganman shu narsani. U insonga ham kimdir shuni o'rgatgan. Bu bizni mentalitetimizni ramkalari. Ayol kishini dushmandek ko'rish, ayol kishini joyida ushlab turish, baryer qo'yish, ayol kishi senga, xotin senga do'st emas, dushman deyish. Buni sekin-sekin tushunishni boshladim, u oiladagi tarbiyaligini. Chunki meni doim distansiyada ushalardi, doim. Oddiy hazil qilsam, men bilan hazillashma, men seni o'rtog'ing emasman. Yoki bo'lmasam, men o'zi qo'noq odamman, ko'p hazil qilaman, ochiq aytaman. Yoki bo'lmasam, er-xotin flirt qiladi-da, flirt. Flirtga ham shunaqa negativ ответ bo'lardi. Yoki bo'lmasam, сообщение yozganda sog'indim yoki shunaqa SMSlarga звонок bo'lardi. Qaytib, menga bunaqa сообщение yozma. Sababi ular yurist bo'lganlar, adliyada ishlaganlar, xuddiki bir telefon proslушкада. Keyin savol berasiz, ministr emassiz, siz boshqa emassiz, kim sizni telefoningizda ishlaydi? Bo'laman men, nima deydi, xotinman, yozishga haqqim bor. Keyin savol tug'ilardi, shunaqa. Yaxshi, erim bilan hazil qilish mumkin bo'lmasa, kim bilan hazil qilishim kerak? Erim bilan flirt qilish mumkin bo'lmasa, kim bilan flirt qilishim kerak? Turmush o'rtoq называется. Turmush o'rtoq. Keyinchalik men o'zlariga ham aytganman, sizni ikkinchi nomingiz yo'q. Yo'q. Yo'q degan so'z eng sevimli so'z. Nimaga bo'lsa yo'q. Nimadir qilish kerak yo'q. Men oldindan bilardim, javobim yo'q bo'lish. Bir narsa olish kerak yo'q, qilish kerak yo'q, borish kerak yo'q. Shunaqa bo'ldiki, bolani tarbiyasida ham avtonom bo'ldim. Chunki sizni tushunmaganda, siz qanchalik harakat qilmang tushunmayapti, siz keyinchalik o'sha informatsiyani kamaytirishni boshlaysiz. O'sha narsani o'zingiz hal qilishni boshlaysiz. Va bu sizni yaxshigina tarbiyalaydi. Yaxshi tarbiyalaydi. Mustaqil bo'lishga, hech kimga yon bosmaslikka, faqat o'zingizga ishonishga. Endi o'sha paytda men student bo'lganman. Boshda ular ham student bo'lishgan, keyinchalik ishlashgan. Men bir narsani baribir aytaman, bitta o'g'il farzandli oilalarni baribir ham katta farq bo'ladi. Judayam katta farq bo'ladi. Bo'lib ham agar ota-onasidan separatsiya bo'lmagan bo'lsa. Chunki siz aslida men 18 yoshman. Ikkita bola turmush qurgan. Hali o'smagan bola. Bu yerda qanaqa qilib ikkita bola hali ham ota-onalarni kontrolida, o'zini fikri yo'q. Ota-ona nima desa shu. Qanaqa qilib o'ta katta odam bo'lib yashashi mumkin. Lekin o'sha standart bo'yicha vaqtida bola ko'rishingiz kerak. Kechikmasdan. Chunki men esimda bor, o'sha 18 yosh kallam bilan shunaqa fikr aytganmanki, keling bola ko'rishga shoshilmaylik. Chunki men studentman, tibbiyot institutidaman. Siz ham hali o'qiyapsiz. Shoshilmaylik. Gapim qabul qilinmagan.
Ro'par rosa 1 yildan keyin farzandli bo'lganmiz. Katta o'g'lim 20 ga kiradi. Student, 2-kursda matologiyada o'qiydi. Bola tarbiyasida ham juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Chunki birinchi sababi meni ajrashishimni bu insonni og'ir xarakteri. Chunki u yerda pul, boshqa narsalar sabab bo'lmagan. Oddiy bir kichkina sabab uyda, ro'zg'orda. Masalan, qaynonamga nimadir yoqmadi yoki ertalab turib supurishga ulgurmadim. Ko'chani supurishga ulgurmadim. Studentman, ketganman. Bu ma'lumot xo'jayinimga yetib boradi. Что ulgurmadi supurishga, supurmadi. Yoki bo'lmasam, qaynotam har kuni ertalab mastava ichardilar. Свежий mastava qilish kerak edi har kuni. Mastava qilishga ulgurmagan kunlarim titrardim, qaltirab turardim. Hozir mana kulaman, lekin u paytda kulgili bo'lmagan. Studentman, birinchi paradan chiqib, уже bilardim, что bo'ldi. Kayfiyat yo'q bo'ladi. Telefon qilardim. Assalomu alaykum ayajon. Nimaga pishirmay ketdingiz mastavani? Ulgurmadim. Bo'ldi, telefon qo'yilardi. Bolalisiz? Bolaliman. Bolaliman, homiladorman, ko'p narsa. Bo'ldi. Sizni hayotingiz muhim emas. Faqat ularning hayoti, faqat ularga siz nima deydi? Domravodnitsaga o'xshab, повариха bo'lib qilishingiz kerak edi. Bo'ldi, shu bilan xo'jayinim men bilan 1 oy gaplashmasdilar. 1 oy gaplashmasdilar. Boshqa joyda, boshqa xonada yotardilar, gaplashmasdilar. Bitta uyda yashardik, gaplashmasdik. Meni bu ko'p shaxsiyatimga tegardi. Ba'zida kirardimda yalinardim. Keling, hech bo'lmasa ota-onangiz oldida gaplashing men bilan. Ichkarida gaplashmasangiz ham mayli. Menga noqulay juda ham ularning oldida. Yo'q, ular demonstrativno onalarning oldida men bilan gaplashmayotganlarini ko'rsatgilari kelardi. Chunki onalari xursand bo'lardi. Xursand etmasdilar, o'g'lim bunaqa qilma, unaqa, yo'q. No, mana shu вот muhim narsani hozirga хочу вот именно подчеркнуть, nima uchun? Chunki ayol boshqa ayolga mana shunaqa nima deydi, отношенияni ruxsat beryapti. O'g'li xotiniga mana shunaqa nima deydi, nohurmat qilyapti, uy onasi indamayapti. O'shanga aytamanki, qanchalik biz ayollar o'zimiz o'g'illarimizga to'g'ri nima deydi, tarbiya berishimiz kerak. Qanchalik muhimligi. Shuning uchun men hozir uchala o'g'limga shu narsani gapiraman. O'g'il bola erkak kishi arazlamaydi. Arazlamaydi. Muammo bo'ldimi, hozir hal qil. Muammo bo'ldimi, gaplash. Dialog. Yechimi bo'lmagan muammoni o'zi yo'q. Yechish kerak, vaqtida yechish kerak. Arazlashdan foyda yo'q. Shuning uchun bugungi kunda meni birinchi raqamli pravilam atrofimda arazlaydigan odamlarni chidab ushlab turmayman. Dugonalar bo'ladimi, o'rtoqlar bo'ladimi, qarindoshlar ichida bo'ladimi, umuman arazladimi, shu. Bu meni odamim emas. Odamlar gaplashib yurmasdan bu kichkina bolani anaqasi. Chunki kichkina bolalar, siz nevrologsiz, aytasiz, ular hali bilmaydi nima qilishni. O'shanga ular o'ziga kirib ketadi, jim yuradi. O'shaning uchun siz nevrologsiz, bilasiz. O'shanga kichkina bolachalar shunaqa. To'g'ri, aytadi. Erkak kishi arazlamaydi. Arazlash faqat ayol kishiga deganda ham aytaman, yo'q. Ayol kishiga ham emas. Ayol kishiga agar katta ayol kishi bo'lsa, aqlli, esli ayol kishi bo'lsa, u ham arazlamaydi. Faqat yosh bola arazlaydi. Bu tanlov.
baribir butun har bitta insonni arazlagingiz например да arazlagingiz keladi, kimdir sizga noto'g'ri anaqa qildi, arazlagingiz keladi, gaplashgingiz ham kelmaydi, qilib anaqa qilasiz, lekin baribir siz tanlaysiz. Men kichkina bola emasman, men уже katta insonman, xafa bo'lib anaqasi yo'q, rejasi yo'q. Shuning uchun spokойно o'tirib o'zingizga там, например, 1 soatmi, 2 soat xafa bo'lish oson, Da. xafa qilish qiyin. Da. O'shaning uchun xafa bo'lgan odam to'g'ri aytsin. Nimadan xafa bo'ldi? Shu yoqmadi menga. Bo'ldi. Gaplashish kerak. Chunki ignor eng yomon narsa. Bu ignor eng og'ir manipulyatsiya Da. hisoblanadi. Eng og'ir jazo hisoblanadi. Chunki siz xafa bo'lib bir oylab jim yurganingizda inson o'zi bilan o'zi qoladi. O'ziga o'zi savol beradi, nima qildim, nimaga bunaqa bo'ldi, o'zini o'zi ayblaydi, uni o'ziga bo'lgan ishonchi pasayadi. Chunki o'sha bir oylab yolg'iz qolgan paytim o'zimga o'zim ko'p savol berardim. Men bilan nima noto'g'ri, nima qildim? Chunki juda ham ko'p kechirim so'rardim. Juda ham ko'p kechirim so'rardim. Kechiring, mendan o'tibdi. Men hech qayerim kamayib qolmaydi. O'sha kompromiss bo'lish uchun o'sha turmush o'rtog'im bilan munosabatni yaxshilash uchun mendan kechirim so'rash hech narsa talab qilmasdi. Lekin bu kechirim so'rashi qadri qolmagan. Chunki u inson bilardi. Men birinchi qadam qo'yishimni, men birinchi kelib kechirim so'rashimni bilardi. U o'yladi, doim shunaqa bo'ladi. Doim shunaqa bo'ladi. No qarang, butun onasi, butun oilasi, to'g'rimi? Ular уже bilishgan siz mana shunaqa bo'lishingizni, chunki sizni ham shunaqa tarbiya qilishgan. Ering gapiradi, chidiysan, вот это вот слово chidiysan, Sabr qil. Da, sabr qilasan. Mana shunaqa qilib, mana shu sabr hozirgi kunga juda ham yaxshi narsalarga olib keltirmadi. Unga ham sabrda ham ozgina nima deydi, norma bo'lishi kerak. Bu yerda hozir sabr shunchalik qilib yuborishganki, hozir endi уже generation to generation pokoleniyaga o'tib ketyapti-da hozir. Yo'q, sabr qilish bor, chidash bor. Da. Ikkita narsa. Chidash bu senga zarar keltirib bu narsaga chidaysan. Sabr qilish menimcha ayol kishi ko'p narsaga sabr qiladi. Ko'p narsaga men aytaman. Ayol kishi oxirgi narsa ilinib qolgungacha sabr qiladi. O'sha u oladigan, o'sha uni ushlab turadigan narsa o'sha qolmaganda keyin orqaga yuradi. Chunki men bir farzandli bo'lganimda boshlangan o'sha uydagi notinchliklarda shunaqangi noxush holatlar bo'lardi, lekin xayolimga ajrashish kelmasdi. Sabr qilish kerak, sabr qilish kerak. Qachon ajrash anaqa nima deydi, fikrlari kelish boshlagan? Turmush qurganimdan keyin 5 yildan keyin o'rtacha. Nima eng asosan anaqa bo'lgan? Manipulyatsiyalar. Juda ham ko'p manipulyatsiyalar. Qaysi вот именно момент, что уже mana shu fikrni miyangizga уже qo'ydingiz, что bo'ldi, yetarli. O'sha ajrashish so'zini aslini уже miyangizga keltirdingiz. O'sha qaysi moment bo'lgan? Mana meni masalamda 20 yil yashaganman erim bilan. Meni ham miyamda meni tarbiya qilishgan, oila tuzgan bo'lsang, oxirigacha yashaysan. Nima qilsa ham, nima bo'lsa ham, то что chidaysan, sabr qilib, mana shunaqa yashayverasan. Hech kimda hech qanaqa perfect life bo'lmaydi. Nima deydi, idealniy hayot bo'lmaydi deb. Вот. Shuning uchun men o'zimga даже ajrashishni, nima deydi, fikrini даже boshimga ham qo'ymasdim. Qanchalik katta bo'lganimdan keyin уже tushundimki, boshqa ayollarni ko'rib, Amerikada boshqa nima deydi,
hayot tuzgan, partnyorlarni qanaqa partnyor bo'lishi ko'rganimdan keyin men tushundimki, mani salonimda klientlar bor edi, kelishardi. Yolg'iz ayollar kelishardi va oilali ayollar kelishardi. Va men oilali ayol bo'lib turib, o'zimni yolg'iz ayol qilib his qilganman. O'zimni turmush o'rtog'im bilan mani oilamda men xuddi o'zim bordek o'zimni his qilganman. Chunki hamma narsa o'zim qilganman. Например, biznes ochgan bo'lsam ham ikkita biznesim bo'lgan. Men uyga kelsam, men baribir uyga kelib ovqat qilishim kerak edi. Ikkita biznes bo'lgan. Ovqat qilishim kerak edi. Bolalarimni maktabga yuborib, maktabdan borib olib, ularni yig'ishtirib, hammasi o'zbekcha qilardim. Keyin plus erimga ko'rsatish, nima deydi, erimga ko'rsatib, что men ibloliyman, chunki nima qilasan biznesingni, yo biznesingni, nima qilasan deb har doim meni bunaqa yerga anaqa ko'rardilar-da. Men uchun biznesim juda ham muhim bo'lganda, o'shanga men hayotni shunaqangi qilganmanki, ishxonadan kelganlardan keyin xuddi men uyda kuni bilan o'tirgandek, bo'lmasa ikkita biznes anaqa qilyapman. Sindrom хорошей девочки. Да, синдром хорошей девочки. Вот что все, вот menga og'rigi yo'q o'sha biznes, ikkita bizneslarni. Mana shunaqa kelib, например, boshqa ayollarni ko'rib, klientlarim, например, birinchi marta amerikanka klientkam kelganda, uyda pedikyur manikyur qilyotdi va anaqa sochini kraska qilishyotdi. Keyin voy pedikyur qilyapman, lekin uyda tabichkam slansiyam qolib ketibdi. Erimga telefon qiling deb telefon qilyapti-da. Erga anaqa uyda shlopkam qolib ketdi deb eri olib kelib berib, o'pib, jonim, voy chiroyli bo'lyapsan deb уже sochlarini qilib qo'ygan edilar. O'sha paytga ketganlar-da. Men o'shanda hayron qolganman. Чтобы, например, mani onam parixmaxirskiydan odamlarga shunaqa telefon qilib slansiyni qolib ketdi, yoki men erimga ishxonalardan чтобы anaqa nima deydi, chiqib, mana shunaqa menga slansiy pedikyurimga olib kelib bersalar. Men hayron qolganman, shunchalik, qanchalik men gap eshitardim. Как вот o'zbek erkak, sen jinni bo'lib qoldingmi? Qanaqa shlopka, qanaqa pedikyur, nima balo bormi, nima qilasan, понимаешь? А тут наоборот. Va xo'p jonim, сейчас привезу. Of course baby, I'll be right there qilib olib kelib bergan. O'shandan meni ko'zim bunaqa bo'lib qolgan. Как это так можно, чтобы мужчина мог вот так своей женщине, xotiniga mana shunchalik mehr bilan даже вот элементарно shlopkasini olib kelib berdi, pedikyur qilayotganida. O'shandan keyin men amerikan ayollaridan o'rganishni boshladim. Нормальный отношение mana shunaqa ekan-ku. Erkak xotiniga baqirmas ekan-ku. Har bitta xato qilsa, сразу manaqa qotib qilib borib, yoki bir narsa yaxshilik qilsa, indalishmaydi, как norma bo'lib hisob qilinadi-da. Bitta noto'g'ri mistake qilib qo'ysangiz, все, hamma bilish kerak, и настроение yo'q. Например, mani birinchi erim завтрак qilsam, ой, что ты изготовила? Блинчики. Да, там, а я хотел яичницу или омлет там. Yoqmasa ovqatim ketib qolardi yemasdan. Вот. Hozir mana turmush o'rtog'im bilan men uyg'onaman, menga kofe qilib berishadi, tushunasizmi? Raznica. O'shanga men ham xohlardimki, bizani ayollarimiz o'g'illarini katta qilishayotganida o'rgatish kerak. Mana shu xotining hozir o'zgarishlar juda ko'p. Xotiningga ko'p hurmat qilishing keraksan deb. Вот это вот очень важно. Baribir ayollardan chiqadi, onalardan chiqadi. Tarbiyani biz beramiz. Da, biz beramiz. Tarbiyani. Men oilaviy ayol bo'lib turib, o'zimni yolg'iz ayol deb his qilganman. Bu eng yomon
tuyg'u bo'lsa kerak. Erkak kishi bilan yashab turib, o'zing yolg'iz bo'lsang. Men normamda agar seni yoningda erkak kishi bo'lsa, seni hayotingda biron bir noxush holat bo'ldi yoki bo'lmasam xursandchilik bo'ldi. Birinchi odam xayolingga keladigan o'sha odam bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa u erkak kishida ham. Birinchi bo'lib sen og'ir paytingda seni qo'llab-quvvatlaydigan, senga dalda bo'ladigan, seni tinchlantiradigan odam o'sha odam bo'lishi kerak. Senga boshqa hech kim kerak emas bo'lishi kerak. Ota-onangga borib aytishing kerak emas yoki bo'lmasam dugonalaringni axtarishing kerak emas. Lekin menda teskarisi bo'lgan. Men turmush o'rtog'imdan o'zimni o'zim himoya qilishim kerak bo'lgan. Chunki hech qanaqa tushunaman. hech qanaqa himoya u tomondan bo'lmagan. Men o'zim doim sergey turishim kerak edi. U tomonga biron bir noto'g'ri harakat qilib qo'ymaslik uchun. Oddiy holatlar, masalan, urushib qoldik. Oilada bo'ladi shunaqa. Men gapimni yetkazib bera olmasdim, tushuntira olmasdim, tushunmasdi. Isterika bo'lar edi. Bir kun chiqib ketdilar, gapimni eshitmadilar. Xonada o'zim qolib ketdimda, tryumodagi hamma narsani tushirib yubordim. Shu ikki tomonga shunday tushirib yubordim, chiqib ketdim xonadan. Qo'ymadim joy-joyiga, chiqib ketdim. Ular menimcha qaytib kirganlar. Bu narsa o'tib ketdi. 1-2 oydan keyin telefonda galereyada video olingan. Mana qaranglar, urushganimizda mana shu narsalarni baqir-chaqir qilib to'kdi shunaqa. Men so'radim, nima uchun bu videoni oldingiz? Kim uchun oldingiz bu videoni? Nima bu? Kim uchun-da? Kim uchun? Tushunyapsizmi? Xuddiki men erim bilan emas, turmush o'rtog'im bilan emas, qanaqadir begona hisob-kitob bilan yashaydigan odam bilan yashagandek bo'lardim va o'zim himoya qilishim kerak bo'lardi. Hech qanaqangi kompromatlar bo'lmasligi kerak. Menga qarshi ishlamasligi kerak. Chunki meni orqamdan meni ota-onamga, xolalarimga ko'p shikoyat qilardilar. Quloq solmayapti, menni aytsam qilmayapti, buni kiy desam kiymayapti, buni qil desam qilmayapti. Menga aytish yo'q. Men bilan gaplashish yo'q. Masalan, kim naq qilaylik, kim naq yo'q. Borib ular orqali menga bosim o'tkazilardi. Keyin ular menga napadat qilishardi, chunki ularni oldida u ideal erkak bo'lib turardi. Nimadir gap gapirsam, ichmaydi, chekmaydi, qo'l ko'tarmaydi, yurmaydi. Yana nima kerak senga, yana nima kerak senga. Shunaqa paytlar bo'lganki, men baqirganman. Undan ko'ra ichganingiz yaxshi edi. Undan ko'ra urganingiz yaxshi edi. Meni bunaqa qilib emotsionalni yer qilib juda ham qiyin bu narsa. Men urishni yoki qo'l ko'tarishni oqlamayman. Lekin emotsional zo'ravonlik bu eng yomon zo'ravonlik hisoblanadi. Chunki odam uzoq yil shu holatda bo'lganda xursandchilik paytlari bo'ladi. Lekin fon bir xil. Ishingizda turadigan foningiz bir xil. Siz o'zingizni qutqarib, siz zashitada turishingiz kerak. Doim zashitada turishingiz kerak. Va vaqtga qarshi bu holatlar ayol kishini avtomatik ravishda kuchli qiladi. Patsientlar ko'rayotganingizda, patsientlar keladi-ku siz yoningizga. Qanchalik mana shu siz nevrolog vrachsiz, ayollarga sog'lig'iga ta'sir qiladi? Ko'p keladi bunaqa ayollar. O'zi aslida bu ayollar bilan kompleks ishlash kerak. Ham nevrolog ishlaydi, ham psixolog ishlaydi, lekin u ayollarni turmush o'rtoqlari psixologlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Juda oddiy ayollar kelishadi, ishlamaydi, pul topmaydi,
to'liq o'sha turmush o'rtog'iga qaram. Shunaqa holatlar bor, telefon ishlatmaydi yoki bo'lmasam uyiga bir oyda bir marta o'sha chislosi bilan boradigan paytida yig'lab o'tiradi, aytadi, qo'l ko'taradilar, uradilar, gaplashish yo'q, gaplashmaymiz, lekin men pul topmayman, ota-onam uyiga sig'mayman, ota-onam qaytib borsam qabul qilishmaydi, chunki bu uyat, sharmandalik. Farzandlarim yaxshi ko'radi ota-onasini, ana shuning uchun chidayman. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Men o'shalarni olib chiqib qo'ygim keladi yordam berib. Lekin nevrolog sifatida ularga ajrashing, keting deyishga haqqim yo'q. Mani ishim ularni sog'ligini yaxshilash. Dori yozaman, dori yozganimda tushuntiraman. Dorim sehrli emas, yordam beradi. Lekin sizni yoki turmush o'rtog'ingizni o'zgartirib qo'ymaydi. Hamma narsa o'zingizni qo'lingizda. O'zingizni yaxshi ko'ring, o'z ustingizda ishlang. Uyda bo'lsa ham pulingizni toping. Bir narsa pishirasizmi, bir narsa tikasizmi, qiziqishingiz bormi deb so'rayman. O'sha qiziqishingizni qiling. O'sha qiziqish bormi deb so'raganingizda qanaqa javob eshitasiz? Ruxsat berishmaydi. Chunki men juda ham ko'p ayollarni yoki erkaklarni ham so'rayman. Orzungiz nima deb. Ular orzusi uy olish, ota-onasini Makkaga yuborish и mashina olish. A вот так вот men aytdimki, "Xo'p, oldingiz, olib bordingiz, qildingiz." Yana Bilmayman, o'ylamagan ekanman deb aytishadi. Chunki Alloh bizani nima uchun yaratgan? Biz missiyamiz bor. Nima uchundir? Bir-birimizga qanaqadir mehr yoki qanaqadir servis qilishimiz kerak. Ko'pincha ayollar особенно даже o'ziga ruxsat bermaydiki, даже o'ylashga ham ruxsat berishmaydi. Mana shuni ko'proq ko'ryapman men. Chunki ular chiqmaydi. O'zini chegarasidan chiqmaydi. Qachonki odam tashqariga chiqsa, yangi odamlar bilan gaplashsa, ko'rsa, keyin u Qo'rquv yengishi boshlaydi. Shu narsani iloji borligini ko'radi. Ular uchun bu narsa ilojsiz bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalar. Chunki ularning o'zini o'sha territoriyasi bor, uyi, farzandi, bir xil rutina. Ertalab deng surka. Ertalab turdi, nonushta tayyorladi, farzandlariga qaradi, lekin turmush o'rtog'ini o'zini qiziqarli hayoti bor. Ishga boradi, o'rtoqlari bilan ko'rishadi, kerak bo'lsa sayohatga boradi o'rtoqlari bilan. Ayollarda shunaqa narsa ko'pincha yo'q. Menimcha bu narsa yaxshi tomonga o'zgaryapti. Yaxshi tomonga o'zgaryapti erkaklar tomonidan ham. Yana bitta narsani baribir aytib ketaman. Hozirgi davlatimizdagi bo'layotgan o'zgarishlar juda ham zo'r. Zo'r, chunki biz ularni hozir ekspat deb aytamiz. O'sha kelgan chet ellik insonlar ishlagani kelishyapti. Investorlar, biznesmenlar, oddiy programmist, aytishniklar, ular ishlagani kelishyapti. Lekin ularga bizning yurtimiz yoqyapti, Toshkent yoqyapti. Ular yashashga qolishyapti. Men xursand bo'lgan tomonim bizning mentalitetimizga ozgina bo'lsa ham yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi. Chunki межнациональный braklar yana paydo bo'ldi. Bu juda ham yaxshi. Yaxshi tomonga o'zgarish deb bilaman. Chunki din boshqa narsa, mentalitet boshqa narsa. Hozirgi pokoleniyadagi avlodlarni dunyoqarashi o'zgaryapti. Hamda internet bor. Internet bor, bor. Men hozir xursand bo'lib aytaman, men farzandlarimga havas qilaman. Men havas qilaman farzandlarimga, chunki даже eng kichik farzandimga 8 yoshli ozgina tonni baland qilib gapirganimda, u menga o'sha paytda o'zi savol beradi. Oyihoz, siz bilan shunaqa gaplashsam sizga yoqadimi? Yo'q deyman.
Bo'ldi, menga boshqa hech gapni keragi yo'q. Lekin men shu gapni 38 yoshimda o'zim ota-onamga ayta olmayman. Men bilan bunaqa gaplashmang deb ayta olmayman. Chunki men uchun bu uyat. Mumkin emas ota-onaga gap qaytarish, yo'q degan so'zni aytish mumkin emas. Juda muhim yo'q so'zi gapirish. Juda ham ko'p energiya bor u yerda. Odamlar o'zini chegarasini bilmaydi va o'sha chegaralarni hammasini ochib, o'zini ikkinchi o'ringa, uchinchi yoki oxirgi o'ringa qo'yib, shunaqasiga o'ziga juda ham ko'p zarar qiladi. Ko'p zarar qilgandan keyin baxtsiz bo'lib qoladi. Va baxtsiz bo'lgandan keyin oldiga o'sha hamma odamlari unga qarab, "Sen bu negativ" deb qarashib tomon qilishadi. O'sha odamni o'shanga juda ham muhim ayollarmi, erkaklarmi, o'sha inson mana shu yo'q deyishni o'rganish. O'zingiz bilan ozgina gaplashib, menga yoqyaptimi, yo'qmi, men xohlaymanmi yo xohlamaymanmi, yoki o'zi men uchun bu yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi deb o'sha savollarni o'ziga insonlar juda ham ko'p savol berish kerak. Lekin O'zbekistonda endi menda sindrom хорошей девочки judayam baland bo'lgan. Men ajrashganimdan keyin yashashni boshladim deya olaman. Chunki birinchidan menga turmushga chiqayotgan paytimda ham tanlov huquqi berilmagan. Tanlamaganman. Hayotim davomida men o'ylayman hozirgacha tanlamaganman. Ajrashgunimgacha tanlov huquqi berilmagan. Mana senga hayot, mana senga bu, yashaysan, buni qilasan, uni qilasan, bo'ldi. Shu sistema bo'yicha ketganman. Lekin men shuni aytmoqchimanki, ayollarimizga agar ichingizda hozir shunaqa tushunmovchilik bo'layotgan bo'lsa, erkak kishi bilan, eringiz bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan og'ir holatda bo'layotgan bo'lsangiz, o'sha ichingizdagi xafagarchilikni, o'sha ichingizdagi noxush sezgilarni yo'naltirishni bilish kerak. Men eslolmayman xafa bo'lib o'tirganimni. Eslolmayman. O'qiganman, sportga borganman. O'sha Andijon shahrida yashab turib, o'zimga qarardim, soch tirnog'imga qarardim, sportga borardim, lekin ruxsat bo'lmagan. O'shanga ham ruxsat bo'lmagan. Lekin bekitib bo'lsa ham borardim. Chunki menga men qanaqa holatda bo'lishim, qanaqa ko'rinishda bo'lishim muhim edi. Bu narsa menga kayfiyatimni ko'tarardi. Demak, men turmush o'rtog'imdan olmayapmanmi shu emotsiyalarni? Bergansiz. O'zimga berganman. Shu alamimni karyeradan olganman. Magistraturani bitirib, srazu ilmiy ish. Meni hech kim ishga olib borib kirgizib qo'ymagan ishga. Magistraturani bitirdim. To'liq qonli nevrologman. Lekin meni nevrolog qilib hech kim ishga olmagan. O'sha paytda xafa edim, lekin hozir rahmat aytaman, meni oddiy laborant qilib ishga olishgani uchun. Meni laborant sherigim bo'lardi. Ular umuman ma'lumoti yo'q. Ammo magistraturani bitirgan, 10 yilni bitirgan mutaxassisman. Lekin o'sha odam bilan bitta kabinetda o'tirardim. Bitta o'zimga o'xshagan nevrologlarga dokumentni toshib yurardim. Chunki meni ishim laborant edi. Meni assistent qilib ishga olishmagan. O'sha paytda o'zimga o'zim so'z berganman. Ilmiy ishimni qilaman. Mana shu bo'limga boshliq bo'laman. Ilmiy ishimni boshladim. Hammadan birinchi zashita qildim. Zashitani qildim. Diplom olgani kelgan kunim oliy attestatsion komissiyaga telefon bo'lgan. Bo'lim mudiri bo'lishga rozimisiz? 4-yanvarda adashmasam, o'sha 4-yanvardan bo'lim ekstreniy bo'limga bo'lim mudiri bo'lganman. Yosh edim. Bo'lim mudiri bo'lganman. Demoqchimanki, o'sha o'zingizni o'sha negativ hissiyot bo'lsa ham yo'naltirsangiz bo'ladi bu narsani. Chunki uni yo'naltirmasangiz, u narsa sizni yeydi. Yeydi. Nimaga qanday qilib bo'lsa ham o'sish kerak, to'xtash kerak emas. Eng asosani
kutib o'tirish kerak emas. Жертва bo'lish kerak emas. Kimdir kelib mani anaqa nima deydi спасет, kimdir mani kelib menga yordam beradi deb o'tirish kerak emas. O'sha har kuni turib bugun men o'zimga nima qilib bera olayman? Men o'zimga yaxshilik qanaqa qila olayman? Например, даже sport borib qilib yoki chochimni qilib yoki tirnog'imni borib qildirib o'zim qanaqa kayfiyat ko'tara olayman deb o'zingizga yordam berishingiz kerak. Mana shu juda ham muhim ayollar uchun. Lekin men juda ham yaxshi aktrisa bo'lganman deyman. Juda ham yaxshi aktrisa bo'lganman. Hammaga mani erim yaxshi ko'radi, mani erim hamma narsa olib beradi. Bu narsa kiydim chiroyli kim olib berdi? Erim olib berdi. O'zingiz olgan bo'lsangiz ham. Men ishxonaga kelardim. Mani erim materialni обеспечивать qilmagan. Chunki bir narsa so'rasam, sanda bor, nima qilasan? Sanda bor, nima qilasan? Shu gapni eshitardim. Lekin meni oilamda shunaqa tarbiya olganman. Ayol kishi chiroyli kiyinish kerak, o'ziga qarash kerak. Lekin hamma oilada ham unaqa emas. O'sha holatdan kelib chiqib, men buni muammoga aylantirmasdim. O'sha pulni o'zim topardim. Lekin ishxonaga menga pul kerak emasdek kelardi. Meni erim hamma narsani qilib beradi. Menga pul kerak emas deb ishlardim. Lekin ishim ishlab, pulimni topib ketardim. Bu narsani yaxshi demayman lekin. Boricha ko'rsatish kerak. Birinchidan men o'zim aldaganman deyman. Yo'q narsani ko'rsatib olib berdilar hamma narsani. Mashina olib berdilar, uni olib berdilar. Xohlagan kartinkani yaratgansiz. O'zingiz o'shanga ishonish xohlagansiz. Chunki hamma unga ishongan. Chunki o'zingiz xohlagansiz shunaqa bo'lishini. Ajrashish vaqti kelganda qanday qilib bunaqa idealniy erdan ketish mumkin? Hamma narsani olib bersa, hamma narsa qilsa, qanday qilib ketish mumkin? Siz kimga isbotlaysiz? Ular hammasi yolg'onligini. Yo'q. Mana ham shunaqa bo'lgan. Ishlayotganimda har doim butun o'zim hamma narsani olardim, hammasini qilardim va mana ham ajrashganimda juda ham ko'p odamlar "Sen millionerdan ketding" deb bilishmaganki, o'sha millionlarni ham kim ishlagan, kim ham o'sha biznesni yuritirgan, o'sha hammasini ajrashayotganimda, lekin meni biznesim o'zim qilganman, olaman deganda, xo'p deganman. Oling deganman. Chunki men Allohga ishonganman. O'zimga bosh bo'lib, o'zimni hayotimga nima deydi? Mustaqil bo'lganimga shunaqangina xursand bo'lganmanki, men uchun na pul, na hech narsa kerak emas edi. Chunki bilganman, Alloh men bilan menga nima xohlasam har doim beriladi bu hayotda. Va juda ham ko'p ayollar qo'rqadi. Mana erimdan ketsam, nima qilaman deb. Menda zo'r bitta psixolog bo'lgan, aytganlar. Men psixologlarga borganman. Men bilan bir narsa noto'g'ri deydi. Lekin ikkita nima deydim? Ikkita odam ajrashayotganda ikkalasi ham nima deydim? U bitta odamni anaqasi emas. Nima deydi? Aybi emas. Bu ikkita odammi aybi. Meni erim mana shunaqa qilgan, men ruxsat berganman unga. Tushunasizmi? O'zim aybdorman. O'zim mana shunaqa ko'tarib qo'yganman. Tushunasizmi? O'shanga menga psixolog bitta narsa aytgan. 5 yildan keyin o'sha problema bilan kelasiz. Lekin sizni yoshingiz уже kattaroq bo'ladi. Shuni xohlaysizmi yo'qmi degan. Yo'q deganman. Chunki уже ular yosh qiz olib kelib turmush qiladi, sizni yo'q qiladi. Chunki men ajrashishga sababchi bo'lganman-da. Va ikkinchisi aytganliki, ajrash juda ham qiyin bo'ladi.
lekin yashash qiyin bo'ladi. Qaysi qiyinchilikni tanlashingiz o'zingizga bog'liq. O'shanda men o'zim uchun o'ylab mana shu fikrga keldimki, qiyin bo'lsa ham men ajrashaman va qolganiga menga интересно hayotim qanaqa bo'larkan. Chunki bu qiyinchilikni men уже bilaman. Qanaqaligini. Da, safe zone тоже. Qanaqaligini. U yashab ketaverardim lekin. No, bunisida yangi ishlar, yangi hayot. Уже hammasi men xohlagandek bo'ladi. Men bosh bo'laman hayotimga deb Allohga ishonib mana shu tanlaganman. Men oxirigacha o'ylamaganman ajrashaman. Ajrashmayman deb o'ylardim. Chunki men o'ylardim, shuncha narsaga chidading. Oxir paytlarda chidading, hani u xarakterini ko'rsatgan paytlarda chidading. O'sha oxirga kelganda hamma san tomon. Hamma san aytganing bo'lyapti. Qanday qilib ajrashish niyati bor hali ham. O'shanda men aytganman, nimadir qiling. Turmush o'rtog'im, nimadir qiling, psixolog bilan ishlaylik. Harakat qilaylik, nimadir qilaylik. Chunki bitta alohida mavzu bor, bu erkak kishiga rahm qilib yashash. Bu juda ham noto'g'ri. Eng noto'g'ri narsa ayol kishi qiladigan bu rahm qilib yashash. Chunki siz rahm qilishni boshlaganingizda, rahm qilib u erkak kishiga qaytganingizda, ko'zingiz oldida erkak kishi erkakligini yo'qotadi. Yo'q, u erkak kishi siz uchun уже erkak kishi emas. Chunki u kuchsizga aylanadi. Siz kuchsiz insonda уже erkak kishini ko'rmaysiz. Men buni qanday qilib sodir bo'layotganini tushunmaganman. Nimaga bunaqa bo'layotganini tushunmaganman. Lekin oldingi sezayotgan erkak kishini hidi endi yo'q. Oldingi erkak kishini teplosi, issiqligi yo'q. Yo'q. Ko'zimni oldida erkak kishi yo'q bo'lgan. Qanaqadir notanish kishi, taniyman, lekin u notanish kishi, begona, menga begona bo'lib qolar ekanda. O'zimni axtarishni boshlaganman. Nimadir bo'lyapti. Gormonlar buzilgandir, nimadir bo'lgandir. Ginekologga borib, analiz topshirib, dori ichib, nimadir qilish kerak. Xuddi siz aytgandek, psixologga o'zim borganman. Men ikkalamiz borishimiz kerakligi aqlimga yetmagan. Men aytganman, ular yo'q deganda. Yo'q, aqlimga yetmagan, chunki men ham, ular ham muammo menda deb bilingan. Chunki ajrashishni initsiatori men edim. Men ajrashmoqchi bo'lgan odam edim. Shunchalik darajaga borganmizki, narsalarim yig'ishtirilgan, chumadanlar bor. Shu chumadanlar 3-4 oydan beri turibdi. Men uydan chiqib keta olmayman. Ravoddan, eshikdan chiqib keta olmayman. Chunki men o'zimga shuni yo'l qilmayapman. Bilamanki, chiqishim bilan hamma narsa boshlanadi. Hamma narsa boshlanadi, tinchlik buziladi. Esimda bor o'sha moment, shunday kirganlar xonaga hech qayerga ketmaysan. Mana shu xona senga, men kirmayman. O'zing yashaysan, men o'zim yashayman, tegmayman senga. Agar seni xohishing shu bo'lsa, men seni oldingga kelmayman, faqat shu uydan ketma. Chunki katta uyda yashaganmiz, chiroyli uyda yashaganmiz, lekin qaysi burchagiga qaramay o'sha uy meni itarardi o'zidan. Sovuq itarardi. Ketishim kerak, shu uydan chiqib ketishim kerak. Meni territoriyam emas. Begonaman. Uy ham begona menga. Chiqib ketishim kerak. Oxirgacha gaplashishga, tushuntirishga harakat qilganman. Lekin iloji bo'lmagan. Eng qizig'iki, ayol qancha baqirsa, chinqirsa,
hali ayol judayam Ha. erini sevadi. Lekin mana hozir aytganingizdek mana shunaqa begona bo'lib qolgandan keyin, olov o'chgandan keyin уже hech narsa kerak emas ekan. Baqirmaysiz ham, ovozingizni ko'tarmaysiz ham, уже shunaqagina вообще baribir bo'lib qolar ekan. Lekin qanchalik men aytaman, ayol hali baqiryaptimi xotiningiz deyim, erkaklar endi anaqa ishlaymanda. Erkak, nima deydim, muammolar bo'lsa, lekin erkaklar hozir klientlar ham bor, kelishadi. So'rashadi. Agar xotiningiz baqiryaptimi desa, ha, все, давайте ishlaymiz deyman. Chunki baqirayotgan bo'lsa, hali ham sizni sevadi deb, hali shansingiz bor deyman. Lekin ayolni ichida olovi o'chgandan keyin уже u ayolni qaytarib olib kela olmaysiz hayotingizga. Mana shuni men tushundim. Men juda ham taktilniman. Juda taktilniman. O'ylardim, shu narsa meni to'xtatardi. Qanday qilib men u erimsiz yashayman? Shuncha yashadik. Uzoq yashadik baribir ham. Shu narsa meni to'xtatardi. Sog'inasan. Yashamaysan. Usiz. Lekin ajrashganimdan keyin shuni bildimki, mana kechqurun yostiqqa boshimni qo'yib yotardimda, o'zimni отслеживать qilardim. O'zimni наблюдать qilardim. Qanaqa emotsiyalar bo'lyapti menda. Sog'inch degan narsa bo'lmaganda. Yo'q, o'sha sog'inch yo'q. O'shanda tushunganman, men emotsional erimdan allaqachon ketib bo'lganman. Faqat fizически yonda bo'lganman. Tayyor bo'lganman. Juda damno tayyor bo'lganman. Chunki men o'sha gaplashmay yurgan paytlari shu narsaga o'rganganman. O'zim yolg'iz muammolarim hal qilishni, usiz yashashni, unga suyanmaslikni, o'zim pul topishni, bolani o'zim tarbiyalashni, hamma narsani o'rganganman. Shu turmushdagi yolg'izlik bo'lsa kerak deyman. Bitta o'zing hamma narsani qilsang. O'sha aytaman, turmushga teggansiz, lekin o'zingiz yolg'izsiz. Mana shuni men ham his qilganimda, tushunganimda bo'ldi. Ikkinchi 40 dan keyin hayotimni boshqacha yashayman deb men rostakasim sevgi nimaligini bilgim kelyapti deb mana shunaqa o'zimga orzu qilganman hayotga. Lekin men mana shu ajrash o'ylash boshlayotganimda juda ham ko'p ayollarga quloq solish boshlaganman va o'sha ajrashgan ayollar bilan ko'proq gaplashib, so'rab, savollar bilgim kelgan, qanaqa ekan deb. Ayol o'zi ajrashsa hayoti mana shunaqa ochilib ketar ekan. Juda ham zo'r bo'lib ketar ekan. Lekin ayol erkak tashlab ketsa, o'shanda o'sha ayoliga ko'proq qiyin bo'lar ekan. Sindiradi. Da, sindiradi, ular uchun butun hayoti bilan o'sha eski erini, birinchi erini o'ylab, anaqa qilib, ko'pinchalar mana shunaqasiga rak bo'lib o'tib ketishadi, onkologiya bo'lib. Chunki abida bo'lib, xafa bo'lib, o'shani qo'yib yubormasdan menga noto'g'ri qildi deb Bu gapga qo'shilaman. Tashlab ketilgan odamga qiyinroq. Tashlab ketgan odamga osonroq. Chunki u tashlab ketishdan oldin bu narsaga uzoq kelgan. Особенно ayol kishi. U juda uzoq kelgan bu narsaga. Bo'lib ham erkak kishi bu narsani qabul qilish qiyin. Shuning uchun ham menda uzoq payt ichimda aybdorlik hissi bo'lgan. Aybdorlik hissi bo'lgani uchun ko'p o'zimni himoya qilish kerak bo'lgan paytlarga ko'z yumganman. Buni noto'g'ri demayman. Lekin ayol kishi o'zini himoya qilishni bilish kerak. Gapirishi, o'sha holatga nisbatan javob qaytarishni bilish kerak ekan. Indamasdan men buzdim oilani. Жертва. Yo'q.
aybdorlik. Da, da, Man da. buzdim oilani, man man inisiatorman. bechoraman, man qildim. Man jim turishim kerak, endi uni xafa qildim, uni tashlab ketdim deb ko'p narsalarga rozi bo'lib qo'yganman. Hozirgi kungacha bu narsa davom etadi, lekin bu narsa tarbiyalaydi. Tarbiyalaydi. Chunki bizni ikki xil dunyoligimiz nimadan bilinar edi? Mendan mana shunaqa mush urib, nimaga sen slabiy bo'la olmaysan? Bo'lgin slabiy deb talab qilinar edi. Men o'tirardim, nima qilsam ekan? Qanaqa qilib slabiy bo'lsam ekan? Chunki men qilayotganimdan ko'ra kamroq qilishim kerak bo'lgan. Kamroq ishlashim kerak bo'lgan, lekin men uni eplolmayman. Meni energiyam ko'p, qilishim kerak, qilgim keladi. Men ham bolalarimga qaragim keladi, ham ovqat pishirgim keladi, ham ishlagim keladi, ham sportga borgim keladi, ham ashula aytgim keladi, ham o'yinga tushgim keladi. Hamma narsa qilgim keladi. Qanaqa qilib men o'zimni o'zim kamaytirishim kerak, kuchaytirishim kerak? Qanday qilib? Shunaqangi darajada uyda konflikt bo'lmasligini xohlardimki, ular oylikka yashayotgan, endi ishlayotgan paytida, men ko'proq pul topayotgan paytimda pulimni bekitardim. Eringizdan. Ularga noqulay bo'lmasin, menda pul ko'paygani, o'zimni xuddi puli yo'qdek tutib yurardim. Pulim yo'q, pulim yo'q. Chunki xohlamasdim. Sen ko'p pul topyapsan, sen o'shuning uchun bunaqa bo'lib ketding, mana shunga bunaqa bo'ldi. Indamasdan, aytmasdan, bolalarni kiyimini olib, o'zimni kamchiliklarimni qilib, uyga narsa toshib, narsa pishirib, boshqa qilib, bu noto'g'ri. Bunaqa qilmanglar. Bu juda ham noto'g'ri. Siz mehnat qilib pul topyapsizmi? Siz bir paytda o'zida ham uyda eplayapsiz, ham bolani eplayapsiz, ham ishlayapsiz, ham eringizni ko'nglini olgis kelyapti. Siz robot emassiz. Bizni должен qilib o'stirishgan. Ты должна угодить всем. Hammaga xizmat qilishing kerak, hammaga yoqishing kerak, lekin o'zingga emas. Mana shu noto'g'ri. Birinchi bo'lib samolyotda aytishadi-ku, maskani o'zingizga kiying, keyin bolangizga kiying deb. Qanchalik ayol oilada baxtli bo'lsa, shunchalik oilada baraka bo'ladi. Lekin mana shu disbalans bo'lganidan keyin mana shunaqa odamlarda baraka kelmaydi oilasiga. Undan keyin уже yomon anaqaga ketadi. Noto'g'ri nima deydi, yo'lga tushadi. Lekin qanchalik ayol oilada baxtli bo'lsa, shunchalik u eriga baraka olib keltiradi. Hozir bir ikkita Rossiyada erkaklar mana shuni test qilishyapti. Mana men xotinimga bir oy nima desa qilaman deb. Biznesi ham uchib ketdi. Pullar, barakalar ko'p kelishib boshladi. Nima uchun? Gul berish kerak-da, вот из поколения поколенияdan. Chunki ayolda tabassum bo'lsa, u sizga energiya bilan, o'sha erkakisiga energiya bilan zo'r energiya yuboradi. Baraka energiyasi boshlaydi. Va o'sha erida hamma ishlari yurishib ketadi. Shuning uchun bitta gul olib kelsang nima bo'ladi-da? Bir haftada bir marta, bir oyda bir marta-da elementarno. Qanchalik, например, depressiya tabletkalariga ko'proq pul ketadi keyin. Hatto elementarno bitta gul olib, jonim men seni sevaman deb shunda prosta berib qo'ysa. Bu ham tarbiya deb o'ylayman. Da. O'shanga erkaklarga ochiqlikni pulga ahamiyati yo'q. Da. Millioner bo'lishi mumkin, u juda ham pishiq bo'ladi. Lekin oddiy oylikka ishlashi mumkin, ayolini kayfiyatini ko'tarish uchun nimadir qiladi. Bir dona gul bo'lsa ham. Ayrim paytlarda ko'chada yurganimda, endi o'zida yo'q narsani ko'ratib, paralarga qarab turaman. Bir dona gul ushlab ketyapti. Endi shunaqa xursand. Da,
Вот emotsiya, bu Da. emotsiya. Gap ana gullik Da, otaligida emas, yo'q, ko'chada kichkinaligida emas. elementarno, da. Bu emotsiya, bu e'tibor. Aytaman, mani shunaqangi sistema bo'lganki, oilada pul so'rasam, pul yo'q deyiladi. Yana so'rasam yo'q deyiladi. Keyin qarang, siz mani xo'jayinimsiz. Olib bering, men olgim kelyapti shuni desam, shunaqa narsalar bo'lganki, isterika bo'lardi. Men sani deb qamoqqa kirib ketaman. Sani deb pora olaman. Sen sababchi bo'lasan shunga. Lekin u arzimagan narsa edi shu narsa. Keyin menda shunaqa fikr paydo bo'lgan, demak men pul so'ramasligim kerak. Noto'g'ri pul so'rash. So'rama. O'zing top, o'zing harakat qil. Keyin vaqt o'tdi-da, ko'p pul topishni boshladilar. Shunaqa paytga keldikki, pulni olib kelib qo'limga berardilar. Hamma pulni olib kelib, o'zingiz распределение, o'zingiz taqsimlang. Nimaga kerak? Taqsimlang. Shu pul turibdi oldimda. $2000mi, bilmayman. Bolalarga, o'qishiga, uyga, ro'zg'orga, kamchiliklarga bo'ldi. Qolgan pul joyiga qo'yiladi. Menga aytiladi. O'zingizda bironta kamchiligingiz bo'lsa, oling. Men o'sha yerdan 100 ming so'm ham ola olmasdim. Chunki meni miyamda agar men o'sha yerdan ishlatsam, uyimiz pulsiz qoladi. Mumkin emas. O'sha pulni ola olmaganman. Chunki menda уже shunaqa Tarbiya qilib qo'yishgan. qilingan edi. Uni pulini ishlatish mumkin emas menga. Men o'zimning pulimni ishlatishim kerak. Nima xohlasam, o'zim olishim kerak. Shunaqa tarbiyalangan. Hozir men hech qachon yomonlik yo'q deyman. Qanchalik biz uchun qiyin bo'lgan, biz yomon deb o'ylagan bo'lsak ham, Yo'q, yomon u bo'lmagan. paytlar hozir endi hayotni ozgina bilib, Alloh bilan yaqinroq bo'lib, tushundimki, qanchalik Alloh men uchun o'sha hayotimdan keyin-da shunchalik rahmat, farzandlarimiz bor, o'sha erkaklardan va biz ular bilan bir boshqa yashamayapmiz-da. Va meni hayotim вообще o'zgardi ajrashganimdan keyin. Sizni ham ochilishingizni, o'sha brendingiz paydo bo'lganiga sabab bo'lgan. Siz o'zingizni nima deydi, mustaqil bo'lib his qilganingizdan keyin ochilib ketgansiz. O'shani Toshkentni juda ham yaxshi ko'rardim. aha, Doim kelgan paytimda, turmush o'rtog'im bilan yashayotgan paytimda ham aytardim, keling Toshkentga ko'chib ketaylik, keling. Sizda potensial bor. Zo'r ishlasangiz bo'ladi, zo'r pul topsangiz bo'ladi, lekin bo'lmagan. Ajrashganimdan keyin 1 yil Andijonda yashadim alohida. Keyin tushundimki, u shaharda qolsam noto'g'ri bo'ladi. chunki hamma taniydi. Hamma taniydi, ham yana orqaga qaytish bo'ladi, o'sha yashash bo'ladi, o'sish bo'lmaydi. Va o'zim yolg'iz bolalar bilan ko'chib keldim. Ozgina o'sha to'plagan pulim, eng zo'r klinika, Xudo meni juda ham yaxshi ko'radi. Eng zo'r klinikalardan bittasi ishga olishdi. Universitetlar tayyor turibdi ishga olgani, keling ishlang, leksiya o'qing, dars bering. Juda ham rizqim ulug' deyman. Kelganman. Xuddi siz aytgandaqa, xuddiki meni Xudoyim o'sha o'tgan hayotimda bugungi hayotimga tayyorlagan. Ke sen ko'p erkalatmaylik seni. Chunki sen Toshkentda yolg'iz yashashing kerak. Yoningda hech kim bo'lmaydi. Ozgina muddat ajrashishdan keyin ota-onang senga qarshi bo'ladi. Ular seni qaytishing uchun hamma joydan kesib qo'yishadi. Yordam so'rashga seni imkoniyating bo'lmaydi. Bitta o'zing bo'lasan. Puldan ham, emotsiyadan ham senga ko'p kerak emas. Shu narsalar menga yordam berdi deb o'ylayman. Toshkentda o'zim yolg'iz ishni noldan boshlashimni.
Qo'rqmasdan. qo'rqmasdan o'sha 4 yil oldin mani hayotim boshqatdan boshlangan. Men o'sha 4 yil oldin yashashni endi boshlaganman deyman. Endi boshladim. Endi men qanaqa xohlasam shunaqa yashashni boshladim. Oson demayman. Ajrashish bu bitta kichkina o'lim. Uni hamma ham chidolmaydi buni mashaqqatiga, qiyinchiligiga. Lekin ishonsangiz, Xudo sizga doim Beradigan. beradi. Yo'nalish ham beradi, kerakli odamlarni ham beradi. Kerak bo'lsa, sizni eng yaqin odamlaringizdan ham yaqinroq odamlar paydo bo'ladi. Yangi oila paydo bo'ladi. Shu men aytaman, Xudo biz bilan odamlar orqali gaplashadi. Odamlar orqali podskaskalar beradi. Odamlarni har xilini yuboradi. Yaxshisini ham, yomonini ham yuboradi. Bizning ishimiz ikkalasidan ham o'rganish. Qanday qilish kerak, qanday qilish kerak emas, o'rganish. Va odam shuni orqasidan o'sadi, ulg'ayadi. Men o'zimni bemalol solishtira olaman. Oldin qanaqa bo'lganman, hozir qanaqa bo'lganman. Hozir men o'ylayman, umrimni oxirigacha o'zgaraman, umrimni oxirigacha o'qiyman, o'rganaman. Bugungi shu kunimga shukr qilaman. Hamma qiyinchiliklarga qaramasdan, mashaqqatlariga qaramasdan sabr qilib, agar qizlarimizni ichida endigina turmushdan ketgan bo'lsa, hali ajrashmagan yoki ajrashayotgan bo'lsa, ularning ota-onalari bunga qarshi bo'lsa, aytmoqchimanki, sizlar katta odamsizlar. Demak, bu tanlovni qilish o'zidan o'zi bo'lmagan. Bu sizga uzoq yetib kelgansiz bunga. Agar ota-onangiz sizni hozir shu tanlovingizni qabul qilishmayotgan bo'lsa, ozgina sabr qiling. Ulardan xafa bo'lmang. Xudoga ishoning. Ozgina sabr qilsangiz, ota-onangiz ham tushunadi bu narsani. Biz ota-onamizni o'zgartira olmaymiz. Boshqa odam bo'lib ularni tanlay olmaymiz. Ular bizga hech qachon yomonlikni ravo ko'rishmaydi. Ular o'zini normasida biz uchun yaxshilik xohlashadi. Lekin tanlovni baribir o'zimiz qilishimiz kerak. Mana hozirgi kunda, mana shu kunlarda endigina ota-onam bilan munosabatim yaxshilanayotgan kun. Hozirgi kunlarda. Shu kunga yetib kelganimga shukr. Dostoyni o'tganimga shukr. Sinmadim, faqat kuchli bo'ldim. Chunki aytaman, yashash qiyin, ajrashish qiyin. Lekin ikkalasida ham baribir ajrashganingizdan keyin hayotingizga o'zingiz rahbar bo'lishi juda ham nima deydi, katta rol o'ynaydi. Men uchun bo'lgan. Qiyin bo'lsa ham o'zim tanlaganman. O'zimni qiyinchiliklarim bo'lgan. Miyada bitta narsa. Men o'zimni tanlovimni hurmat qilaman. Nimani tanlovim? Orqaga yo'l yo'q. Kimnidir ayblash yo'q. Hech kim aybdor emas. Hamma narsa to'g'ri. Faqat o'zimizni to'g'ri himoya qilishni o'rganib olishimiz kerak. Shu xafa qildirib qo'ymasligimiz kerak atrofdagilarga. Men o'ylaymanki, biz bugungi kunda ajrashishni yomon narsa deb bilishimiz kerak emas. Chunki insonlar oldingi paytlar uzoq yashashardiki, chunki ular 50 yoshgacha yashagan o'zi. Hozir esa уже 80-90 larga boradi. Va bolalar katta bo'lgandan keyin уже ko'pinchalar bir-biriga nima deydi, intereslar boshqacha bo'ladi. Shuning uchun insonlar bemalol bunaqa isterika qilmasdan-da normalni razvod qilib, ajrashib, butun ikkita hayot bilan bir-biriga hurmat qilib ajrashish kerak. Va bu bugungi kunda уже yomon narsa deb bilinish kerak emas. Chunki
juda ham ko'p odamlar anaqa aytishadida, bu hayotni yoki oilani nima deydi, o'sholmadi, tuzolmadi deb odamni qanaqadir past deb ko'rishadi. Men o'ylaymanki, u noto'g'ri. Odam личная жизнь deyishadi-ku. Ularni hech kimni ishi bo'lishi kerak emas va inson o'zini tanlayotgan bo'lsa, u hurmat bilan, naоборот, u молодец, o'zini tanladi, o'zini xohishini qildi deb hurmat qilish kerak. Va shunaqa qilsak, o'shanda bolalarga qiyin bo'lmaydi. Chunki bolalarga aytishadi, ota-onasi ajrashganmi deb bolalarga ham juda ham qiyin bo'lyapti. Men uchun mana shu 20 yil kutganman bolalarim katta bo'lgunigacha. Chunki bolalarim o'sha institutga kirib, hech qanaqa nima deydi, ota-onasini bu yerdan uydan bu yerga borish bo'lmasligi uchun. Mana hozir bilaman, sizda juda ham katta mana shu problema bo'lyapti, chunki otasi ozgina bolalaringizni manipulyatsiya qilyaptilar. O'zbekistonda shunaqa juda ham ko'p ayollar hozir mashinadan o'tyapti. Bu og'ir mavzu men uchun. Bu mavzuda bemalol gapirishim qiyin. Chunki har bitta ona uchun farzandlar menimcha birinchi o'rinda turadi. Farzand bilan manipulyatsiya qiladigan erkaklarni men hech qanaqa nomlay olmayman. Даже so'kishga ham tilim bormaydi. Chunki u ayol kishi his qiladigan og'riqni ta'riflab berish qiyin. Xuddiki bitta tana a'zoyini bittasini olib qo'ydi. O'sha yara ochiq turadi. Ochiq turadi va u erkak kishi biladi. Seni o'sha iching og'riyotganini biladi. Va o'sha orqali sendan alamini oladi. Kuchsiz erkak kishi ayol kishini bolalar bilan manipulyatsiya qiladi. U erkak kishi ulg'aygan, aqlli bo'lsa, ayol kishini o'zi bilan gaplashadi. U biladiki, uni qadamlari, uni harakatlari birinchi o'rinda farzandlariga zarar yetkazadi. U ayoliga emas, farzandlariga zarar yetkazadi. Bo'lib ham farzandlarning psixikasi juda ham nozik bo'ladi va u tushunish kerakki, o'zi ajrimni o'zi bolalar uchun bitta stress, katta stress. Chunki farzandlar ikkita tog'ini ajralayotganini ko'ryapti. Zashitasi, himoyasi, oporasini yo'qotyapti. Qaysi tomonga qarashni bilmayapti. Menimcha kamdan kam oilalar ajrimdan keyin normal ota-ona bo'lib qolishadi. Kamdan kam. Chunki ko'p holatlarda shunaqa holat bo'ladi. Erkak kishi boshqa ayolga uylandi deylik. Ko'p holat o'zbeklarda bo'ladigan. Yoki bo'lmasam oila qurmadi ham. O'sha topda yashab yuribdi. Ayol kishi alamini shu bolalardan olishni boshlaydi. U otasini farzandlarga yomonlashni boshlaydi. Otang bunaqa qildi, otang u qildi, otang bu qildi. Yoki u ayol haqida gapirishni boshlaydi. Mana bunaqa ayol, u dunyodagi eng yomon ayol. Mana shunaqa qildi, otangni olib ketdi, oiladan chiqarib ketdi. Bolalar nima aybdor? Bolani ishi o'sha paytda agar u 7-8 yosh bo'lsa yoki 10-12 yosh bo'lsa, bola ota-onani himoyachisi deb ko'rishi va ulg'ayishi, tarbiya olishi. Qanday qilib o'zingni farzandingga otasini miyasiga, farzanding miyasiga yomon personaj qilib qo'yasan.
O'zing tushunishing kerak bu narsa farzanding uchun noto'g'ri ishlashini, kelajakda ichida nafrat bo'lishi. Nafrat bu juda ham negativ hissiyot hisoblanadi. Bo'lib ham ota-onaga bo'lgan nafrat. Men juda ham qarshiman ayollarimiz farzandlarini otasiga qarshi shunaqa qilib ishlatishiga. O'zingiz bilan ishlang. Siz o'zingiz tanlagansiz, o'zingiz yerga tegasiz. Bilasizmi? Meni sobiq turmush o'rtog'im menga juda ham bitta yaxshi narsani o'rgatganlar. Shu narsani men o'zimga qonun qilib olganman. Agar meni biron bir odam tanlamasa, men uni hurmat bilan qabul qilaman. Men uchun eng katta dars bo'lgan, chunki men uzoq payt meni tanlovimni qabul qilishini xohlaganman. Tushuntirmoqchi bo'lganman, lekin tanlovim qabul qilinmagan. Men o'shanda o'tirib o'ylardim, qaniydi meni tanlovimni qabul qilsa. Ozgina bo'lsa ham hurmat qilsa. Lekin hozir aytaman, o'zini hurmat qilgan odam, o'zini yaxshi ko'rgan odam agar uni tanlashmasa, buni hurmat bilan qabul qiladi, chunki u odam tanlamaslikka haqqi bor. Majbur emas seni tanlashga. Bo'ldi, o'zingni tanla, o'zingni yaxshi ko'r. Yetarli. Xuddi shunaqa bu ayollarga ham. U erkak kishi boshqa ayolni tanlabdiki, siz unga hurmat bilan uni sevmang, uni hurmat qilishingiz shart emas. Siz o'zingizni hurmat qiling. O'zingizni yaxshi ko'ring va alamingizni bolalaringizdan olmang. Kattalarning ishiga bolani aralashtirmang va nafratingizni u ayolga qilmang. Chunki u uni tanlovi, eringiz uni tanlovi. Sizni tanlovingiz o'zingizni hurmat qilish, o'zingizga zarar yetkazmaslik. Qanchalik darajada siz u yerda ularga nisbatan nafrat yoki bo'lmasa qandaydir harakat qilsangiz, shuncha hurmatingiz pasayadi. Shuncha hurmatingiz pasayadi. O'sha paytda sizni saviyangiz aniqlanadi. Qaysi darajadaligingiz, qanchalik pastga tushishingiz. Ko'p ko'rganman, borib lo'lichilik qilishlari, urishishlari yo'q. Gaplashing. Erkak kishi bilan, eringiz bilan gaplashing. Yo eringiz siz bilan gaplashsin. Ikkalangiz gaplashing. Agar sizlarda gaplashadigan gap qolmagan bo'lsa, demak yaxshilikcha ajrashish kerak. Bir-birini qiynamasdan. Xuddi shunaqa men juda ham xohlaganman. Ajrashgan paytimda, ketgan paytimda sobiq turmush o'rtog'imdan iltimos qilganman. Keling, yaxshi ota-ona bo'lib qolaylik. Farzandlarimiz uchun harakat qilaylik. Chunki qiynalishyapti. Bolani psixikasini yomon qiynalishyapti. Lekin turmush o'rtog'im bunga tayyor emas edilar. Menga aytgan gaplari shunaqa bo'lgan. Men sotqinlar bilan gaplashmayman. Men oila buzadiganlar bilan gaplashmayman. Bo'ldi. O'sha 4 yil oldin men hamma joyda blokirovka qilinganman. O'shandan beri biron marta ochilmayman. Lekin men haqimda farzandlarimga ko'p gaplar gapirilgan. Juda ham ko'p gaplar gapirilgan, yomon gaplar. Yana bir narsani aytaman. Ayollar, agar turmush o'rtog'inglar tomonidan farzandlarga sizlar haqida yomon, yolg'on gaplar gapirilayotgan bo'lsa, jim turmanglar. O'zinglarni himoya qilinglar. Chunki bolamga zarar yetkazmaslik uchun otasini yomonlamayapman desangiz xato qilasiz. Bu narsa sizga qarshi ishlaydi keyinchalik. Chunki siz otangizni yomonlamadingiz. Demak, u otasi yaxshi, siz yomon bo'ldingiz. Men shu narsani o'tkazganman. Chunki birinchi jim yurgansiz. Chunki men farzandlarimga ajrimdan keyin otasi haqida gapirishni boshlasa, yomonlashga ruxsat bermasdim. U seni otang, hurmat qilishga majbursan. Yomonlama. Men xohlamasdim farzandlarim otasi yo onasi haqida
yomon gap gapirishini, doim hurmat bilan gapirishini xohlardim. Lekin u doim ham qadrlanmas ekan. Endi tushundim bu narsani. Man bitta narsa hozir aytmoqchimanki, man 20 yil yashab kutganman bolalarim katta bo'lsa, keyin ajrashaman, bolalarimga qiyin bo'lmasin deb. Ajrashganimdan keyin bolalarimni mana shu situatsiyalar bo'lgandan keyin bitta narsa tushundim. Qaysi payt bo'lmasa ham baribir bolaga ta'siri bor. Qanaqa yoshi bo'lsa ham. O'shanga jinni ekanman, nabarot, man bolalarimga chunki ular oila ko'rishganda, ota-ona birga bo'lmagan. Ularni hayotida mana shunaqa toksik, bu normalniy deb katta bo'lishdi-da. O'shaning uchun qizimda ham birinchi anaqa встречаться qilish boshlagandan keyin mana shunaqa otasiga o'xshagan toksik bolam bilan gaplashib boshlaganda, keyin aytganman, ona menga yoqmayapti. Men aytganmanki, man uchun siz odamlar bilan mana shunaqa gaplashasizlar-ku, u ham men bilan mana shunaqa gaplashyapti deganida men o'ylab qolganman, nima jinnichilik qilyapman deb. Chunki ikkita bolani ko'zida ota-ona, oila rasmi mana shunaqa bo'lyapti-da. Ota-ona bilan yaqin emas. Ota bitta xonada yashaydi, ona boshqa hayot anaqada yashaydi. Ona o'zi borib o'zi o'rtoqlari bilan ko'rib tushib keladi, otasi bilan vaqt ajratmaydi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bolalarni deb ajrasholmayman, mana shunaqa yashashim kerak deb qilish kerak emas. Chunki bolachalar oila rasmini boshqacha bo'lib ko'radi va ular uchun qachon ajrashsangiz ham kichkinaligidanmi yoki katta bo'lgandan keyinmi baribir bir xil nima deydi, og'riq bo'ladi ularga. Va o'shan bilan ham tayyor bo'ling. O'sha joyi juda ham qiyin, I think. Bolalarga o'sha aytganingizdek ikkita tosh ajrashayotgan. Hozirgi man gaplashayotgan ayollar yoki bo'lmasam o'sha o'rtoqlarim ichida o'zini turmushidan qoniqmaydigani ko'p, juda ham ko'p. Lekin ularni eshitganingizda bolalarim uchun, bolalarim qiynalmasligi uchun, bolalarim otasini yaxshi ko'radi, turmush o'rtog'im ota sifatida yaxshi, mayli, er sifatida yaxshi bo'lmasa ham ota sifatida yaxshi. Shu narsalar ularni ushlab turadi. Men buni yaxshi ham yomon ham demayman. Bu doim tanlov. Biz qanday hayotni o'zimizga ravo ko'rsak, qaysi hayotda o'zimizga komfortni bo'lsa, shu hayotda yashaymiz. Lekin menda afsus qilish bo'lmagan. Umuman bo'lmagan. O'ylasam, o'sha oldingi hayotga bir sekundga ham qaytgim kelmaydi. Chunki Mana o'sha emotsionalniy bo'shliq shunaqangi katta bo'lganki, o'sha bo'shliqqa qarasam hozir sovuq muzdek narsa keladi menga. Borgim kelmaydi, hech ham borgim kelmaydi. Bu narsani endi tushundim. Bolalar sekin-sekin o'zi vaqt kelib, ular ham tushunishni boshlar ekan, nimaga bunaqa bo'lganini, qanaqa bo'lganini. Lekin o'sha paytda ota-onalar bir-birini musor bilan, axlat bilan bir-biriga kidatsiya qilishi noto'g'ri. Chunki men o'zimga o'zim aytaman, qanday qilib даже 1 yil отношенияda bo'lgan odamlar, o'sha 1 yil birga bo'lgansizlar, 1 yil yaxshi paytlar bo'lgan.
nima uchundir u odamni tanlagansan, nimasidir yoqqan sanga da, qanday qilib u odamni keyin yomonlashing mumkin. Keyin aytaman, yaxshi odam yomon odamga aylanib qolmaydi. Prosta u odam endi sen bilan emas, u degani yomon degani emas. Menga nima yomonlik qildi degan savolni berganingda, mendan ketib qoldi degan bo'lsang, u degani yomon odam degani emas u. O'zini tanlagan. Ha. Ba'zida Xudo bizga odamlarni 5 minutga beradi. Shuna ko'ramiz, gaplashamiz, ketadi, nimadir dedi. Ba'zida 1 yilga beradi. Ba'zida uzoqroq vaqtga beradi. Ba'zida 20 yil. Ba'zida umrimizni oxirigacha beradi. Bu narsaga normal qarash kerak deb o'ylayman. Lekin ayol bilan mana turmush qilsangiz, bola qilsangiz, qanaqa to'g'ri mindset qilishingiz kerak. Mana qarindoshlar bor-ku. Ko'p qarindoshinglar bor. Baribir qanaqa bo'lsa ham o'sha odam sizga oila bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shunaqasiga men uchun u qarindosh. Prosta qarindosh, bir xil qarindoshingiz bilan ko'proq ko'rishasiz, bir xillari bilan kamroq yoki вообще ko'rishmaysiz, lekin bilasiz borligini. O'shaning uchun meni miyamda o'sha qarindosh bo'lib qolgan, это значит baribir yaqin odam bo'lib qolgan. Biz haligacha normalni gaplashamiz va ularning hayoti boshqacha, meni hayotim boshqacha. Biza например, bolalarimizning tug'ilgan kunida ham hammamiz yig'ilamiz, bitta stolda o'tirib, gaplashib, bolalarimizni birinchi o'ringa qo'yib, o'rtoq bo'lib yuramiz. Bu normal. Men o'ylaymanki, mana shuni norma qilishingiz kerak. Mana shunaqa ichingizda yomon ko'rib, mana shunaqa ichingizda nafrat qilib yashasangiz, birinchidan o'zingizga yomon qilasiz. Bu yerda ham hozir biz ham norma qilishimiz kerak, qo'yib yuborishimiz kerak, o'zimizga baxtli bo'lishga ruxsat berishimiz kerak. Xafa qilgan odamga emas, xafa bo'lgan odamga qiyin. Chunki xafa bo'lgan odam shu yukni ko'tarib yuradi. Yelkasida og'ir ko'tarib yuradi o'sha narsani. Keyin brendingizni e'tibor bering. Qanday paydo bo'lgan? Brend turmush paytimda paydo bo'lgan. Men ayollarni ko'rib, ayollar sababchi bo'lgan deyman. Brend paydo bo'lishiga, chunki men qaysidir tadbirlarga borganimda o'zimni kiyimimni kiyib borardim, o'zim tikkan, o'zim chizgan. Ayollar vasxishаться qilib, voy qanaqa chiroyli, voy biz ham shunaqa ko'ylak kiygimiz keladi, kimniki, kimdan olsak bo'ladi. Men aytaman, men o'zim chizganman, o'zim tikkanman. Bizga ham bir marta aytishdi, 2 marta aytishdi, keyin aytdim. Qilaman. Nimaga? Qo'limdan keladi. O'zingizga ishonch bo'lgan. Qo'limdan keladi. Va tez paydo bo'lgan. Men o'yladimki, ko'ylak tikaman, bitta kolleksiya, shu bilan bo'ldi, to'xtaydi. Chunki men vrachman, men bo'lim mudiriman, kafedrada ishlayman, dars beraman. Ishim juda ham ko'p va meni asosiy professiyam brend paydo bo'lishiga sponsorlik qilgan. Asosiy ishim sponsorlik qilgan. Bu yerda sizni qadriyatlaringizga bog'liq. Men mashina olishim kerak bo'lgan, nimadir qilishim kerak bo'lgan, lekin o'sha pulni olib, o'zimni orzuyimni ushalishiga sarflaganman. Bo'ldi, o'sha birinchi kolleksiya tikilgandan keyin birinchi onlayn sotdim. Keyin Teplastor ochildi. Teplastorda bo'ldik. Keyin Buxoroda Pavilyon Kalon ochildi, u yerga bordik. Keyin Tashkent City Mallda line ochildi, u yerga qo'ydik. Keyin Materiyada shu bilan ulanib hozir brendni, I'm Silkni ko'pchilik biladi.
Chunki brend mendan oldin Toshkentga kelgan. Men Toshkentga ko'chib kelganimda vrach bo'lib ko'chib kelganman, klinikada ishlaganman. Vrachlik bu ishonch haqida. Xalq senga ishongungacha vaqt kerak. 5 yil kamida, 8 yil, 10 yil vaqt kerak. Sen o'sha o'zingni avtoritetingni joyiga qo'yishing uchun. Lekin Xudoyim mana shu yerda ham meni juda ham yaxshi ko'rgan ekan. Men ko'chib kelganimdan keyin vrach sifatida ko'p pul topmaganman. Toshkentda pulingiz yo'q bo'lsangiz qiyin. Chunki Sifralar ozgina boshqacharoq. Sifra boshqacha. Именно brend menga yordam bergan. Shunaqa bo'lganki, xuddiki menga Xudoyim men Toshkentga ko'chib kelishdan oldin qulog'imga "Iman, ko'ylak tikib qo'ygin, senga yordam beradi. Shu pullar seni bolalaringni boqadi. Shu pullar senga dalda bo'ladi. Toshkentga ko'chib kelganingda" xuddi deb qo'ygandaqada. O'sha brenddan tushayotgan pul agar asosiy ishim brendga sponsorlik qilgan bo'lsa, keyin brend Sizni sponsorlik qildi o'zi. Bu men uchun juda ham katta baxt, chunki hech kimdan pul so'ramaslik, hech kimdan kutmaslik, atrofdan senga qo'llab-quvvatlash bo'lmagan paytida o'zing eplashing, bu ayol kishi uchun menimcha katta gap. Va o'tgan yili brend bitta qadam tepaga chiqdi. Bu o'tgan yili Visa Fashion'da qatnashdik va bizning kolleksiyamiz hammaga yoqdi. juda ham yoqdi. Eng zo'r Что pokazlardan bu yil ham bittasi sizni bo'ldi. taklif qilishdi, to'g'rimi? Aha. Brendimni juda ham yaxshi ko'raman. Brend to'liq men haqimda. Haqimda o'sha tikilayotgan ko'ylaklar, kiyimlar hammasini o'zini tarixi bor. To'liq Marg'ilon bilan bog'liq. Milliyligimiz, bizni qadriyatlarimiz, shular hammasini zamonaviy talqinga yo'nalish. Har bitta dizaynerni hurmat qilaman, chunki o'zim shundan o'tdim. Bu juda katta mehnat. Har bitta o'sha qilinayotgan ish bu katta mehnat tagida turadi. Eng asosiysi farzandlarim men bilan faxrlanishadi. Hozir bu kunda 3 ta o'g'lingiz sizni yoningizda, Toshkentda, to'g'rimi? Ona uchun bu juda ham katta baxt. Katta baxt. Hozir ham ishongim kelmaydi bu narsaga, chunki mana 4 yil bo'ladi. O'g'lim, ikkinchi o'g'lim otasida qolgan edi. Qanchalik bu narsaga men qarshi bo'lsam ham, bu narsa men uchun og'irli bo'lsa ham sabr qilib Juda siqilgansiz, bilaman. ona uchun hech narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas. Bo'lib ham farzandlarning ichida eng yumshog'i, eng mehrlisi, eng taktilnisi, eng rahmdili. O'shaning uchun ham otasiga rahm qilib, xuddiki biz hammamiz tashlab ketdik. U qutqaruvchi bo'lib Qoluvdi. yonida qolgan. Va hozir Allohim hamma 3 ta farzandingizni yoningizga olib keltirib, Va kecha ujin qilib o'tirdik. Ko'zim ishonmaydi uchala bolam yonimdaligiga, uchalasi birgaligiga, o'sha uydagi shovqin, kulgi, hech narsaga almashib bo'lmaydigan tuyg'ular.
har bitta onani farzandi sog' salomat yonida bo'lishini tilayman har bitta onaga. Agar ayollarimiz ichida o'sha farzandi yonida bo'lmasa yoki farzandini olib qo'yishgan bo'lsa, maslahatim birinchi o'zingizni ehtiyot qiling. Chunki siz ayolsiz, siz ojizasiz va yordam so'rashdan qo'rqmang. Yordam so'rang. Va farzandingizni himoya qiling. Chunki u sizni himoyangizga, mehr muhabbatingizga muhtoj. Onani o'rnini hech kim bosa olmaydi. Hech kim. Ota, buvalar, opoqalar hech kim bosa olmaydi. Siz mani klientlarimdan bittasi. Hamma bilan bo'lishgansiz birga ishlaganimizni. Va siz rezultat ko'rib, hammalar bilan bo'lishib aytib bergansiz qanchalik hayot coach nimaligini. Chunki ko'pinchalar bilmaydi. O'zbekistonda hali uncha katta yo'q, rivojlanmagan. Faqat psixologiya bor, psixologlar bor, lekin coach degan narsa yo'q. Men hozir mana Amerikada o'qib kelganimga, siz o'zingiz mani obunachilarimga aytib bera olasizmi? Hayot coach nimaligini, siz qanaqa his qildingiz, sizni hayotingizda qanaqa bu hayot coach bo'lgani qanaqa sizga ta'sir qildi? Buni bitta so'z bilan mo'jizaga ishonish desam bo'ladi. Chunki meni xarakterim, men o'zimni qo'rqmas, risk qiladigan, qo'rqmaydigan odam deb bilaman. Lekin даже shu turishimda ham qanchalik men tor o'ylashimni tushundim. Chunki iloji yo'q narsani o'zi yo'qligini tushundim. Biz o'ylaymiz o'zimizni sistemamizdan kelib chiqib, bu nerealni, bu bor, bu yo'q. Yo'q deymiz. O'sha yo'q narsa ham bor. Gapiravering. Men o'zingizga ham aytganman. Shunaqa paytlar bo'lganki, menga topshiriq berilganda shahlo nenormalное. Tushunmayapti, u tushunmayapti, bu narsani iloji yo'qligini tushunmayapti. Qanaqa qilib qilaman? Kechasi uxlamayapman, qarab yotibman. O'zimga o'zim aytyapman. U meni qiynayapti. Chunki topshirig'i iloji yo'q narsani menga vazifa qilib berdi. Keyin vaqt o'tdi. Mana shuncha vaqt o'tdi, 2-3 kun vaqt o'tdi. O'sha narsa bo'lyapti. Chunki men qadam qilyapman o'sha tomonga. 1% dan qadam qilyapman. Chunki men o'sha topshiriqqa chiqishni izlayapman. O'tirmayapman. Miya ishlash boshlayapti. Miya ishlash boshlayapti. Qanday qilib bu holatdan chiqishni, qanday qilib ilojni topishni, o'sha narsa menga iloji yo'q narsani o'zi yo'qligini tushuntirdi. Любой odam, mana hozir aytishim mumkin. Любой odam millioner, milliarder bo'lishi mumkin. Uning uchun u chin dildan xohlash kerak, o'shanga qarab harakat qilish kerak, ishonish kerak. Agar ishonch bo'lmasa bo'lmaydi. Umuman ishonch bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki men uchun yolg'izman, o'zimni yashaydigan joyim yo'q. Men har oylik chiqimim bor. O'sha chiqimimdan tashqariga chiqishga ilojim yo'q. Lekin menga o'sha pokazda qatnashasan deshganda, men pulim yo'q, qatnashmayman dedim. Siz keyingi yilga aytgansiz, to'g'rimi? Birinchi o'tirganimizda men .b o'sha Visa Fashion Showga kiraman degansiz.
va men sizga aytganmanki, qachon desam, siz aytgansizki, keyingi yil. Men aytganmanki, qachon eng yaqin 2 oydan keyin degansiz. Men nima oydan deganman? Shu qatnashasiz. Bo'ldi. Siz nima degansiz? Yo'q, tayyormasman. Qatnashmayman. Bunga oldin yozilish kerak, unga unaqa qilish kerak. O'sha joyda telefon qilgansiz, o'sha yerda sizga joy bo'lgan. Joy bo'lgan, imkoniyatlar bo'lgan, hamma eshiklar ochilgan, eng zo'r komanda yig'ilgan, hamma narsa tikilgan va eng zo'r pokazlardan bittasi bo'lgan. Lekin o'sha kuni ham, pokaz kuni ham o'sha pokaz bo'layotganiga xuddi men tushundek bo'layapti. Ishonmayapman, что pokazda qatnashyapman. 2 oyda. Как так? Это я? Man shunaqa pokazga chiqyapman. O'zimni kolleksiyam bilan chiqyapman. 2 oyda 2 oyda. siz kolleksiyani tayyor qilib, 2 oyda. boshqa dizaynerlar yil anaqa qilib qilishadi. Mana shu Hayot Coach bilan ishlatgandan keyin 2 oyda o'sha Visa Fashion Showga chiqdingiz. Da. Men kutganimdan ham yaxshiroq bo'lgan. Bu narsa. Hozir Qozog'istonga ham sizni taklif qilishyapti, to'g'rimi? Parijga ham, hamma yoqda. Pokazdan keyin boshlandi o'sha. Parij, Milan, hamma joy. Keling. Xohish bo'lsa hamma narsaning iloji bor va umuman o'zingiz hamma narsaga eshikni ochib berasiz. Eshikni yopib qo'yish ham o'zingizni qo'lingizda. Chunki siz bilan ko'rishishimiz ham o'zi bo'lmaslik kerak edi. Chunki agar xarakterni olib qaraydigan bo'lsak, o'sha xafa bo'lish yanada xafa bo'lgan odamim toqqa yur degan. Men xafa bo'lganman-ku, yo'q deyishim mumkin edi, lekin men bo'ldi deganman. Chunki ha deyishni bilish kerak ayrim paytlarda, chunki bu narsa senga ko'p eshiklarni ochib berishi mumkin. Men nima deydi, oddiy odam deb qabul qilganman-da, keyin qarasam, Xudo menga xuddi bir farishtani yuborgandek, mana seni yangi qirralaring uchun, seni ochib berish uchun, seni rivojlanishing uchun senga odam Xudo yuboradi. Xudo biz bilan odamlar orqali gaplashadi. Alloh bilan yaqin bo'ldingizmi? Ha, eng qiyin paytlarimda ham Alloh har doim yoningizda bo'lishini his qildingiz. Hamma eshiklarni ochib berishi ham endi bilasiz. Ma ol. Ol. Doim olmaymiz. Beradi, lekin olmaymiz. Qo'rqamiz olishdan. Mumkinmi, mumkin emasmi? Lekin har bitta imkoniyatdan foydalanish kerak deb o'ylayman. Coach shunaqa narsa deb tushundim. Bu pinok. O'sha potensial bor senda, lekin qanaqa qilib ishlatishni bilmaysan. Coachda instrument bor. Buni qanaqa qilib yo'naltirish kerakligini, qaysi tomonga yo'naltirish kerakligini, qanaqa qilish kerakligini, Qanaqa to'g'ri fikrlash va o'zingizga ishonash. Вот это вот самое главное. Да. Это реально так. Chunki men skeptikman. Har tomonlama skeptikman. Chunki medik odam doim ishonuvchan bo'lmaydi. Psixologiyaga ham, boshqaga ham, coachingga ham, hamma narsaga. Lekin ishongansiz.
ishonganman, chunki ko'rganman. Rezultat bor. Rezultat bor. Rezultat bor. Qayerda eding? Qayerga chiqding? Qanaqa bo'ldi hammasi? Xuddiki san yo'qdan bor qilding. Har bitta odam shunaqa qila oladi. Chunki o'z qo'limizda. Umuman hayot it's a big opportunity. Juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Faqat biz ulardan juda kam foydalanamiz. Juda ham kam foydalanamiz. Ochilib, qabul qilib, shundan foydalanib, bu narsani men baribir ham aytaman, berish uchun qilamiz baribir. Nimadir qilsak ham berish uchun qilamiz. Meditsinada ham shunaqa. Nima deydi, odamlarni hayotini, sifatini yaxshilash, sog'ligini yaxshilash, xuddi shunaqa brendda ham. Inson shu kiyimni kiyganda kayfiyati ko'tarilsin, o'zini yaxshi his qilsin, mana shu uni narsasiligini his qilsin, unga u uverенность bersin, o'ziga nisbatan ishonchini oshirsin. Bu yerda ham emotsional holatiga, sog'ligiga yordam berish. Eng birinchisi siz o'zingizga ishondingiz. To'g'rimi? Siz ichingizda his qildingiz, mana shu odam menga yordam bera oladi deb. To'g'rimi? O'zingizga quloq soldingiz. Va sizda rezultat juda ham katta bo'ldi. Hozir mana xudo xolisa mayda yana bir bor Visa Fashion Show o'zi telefon qilishdi sizga, to'g'rimi? Chiqib iltimos Visa Fashion Show ochib bering deb. Izoringga yangi kolleksiya chiqyapti. Xohlasangiz ozgina ayting, teaser yoki syurpriz bo'lsinmi? O'tgan kolleksiyamiz I am, men deb nomlangan edi. Bu qanday qilib ayollar haqida og'riqni go'zallikka aylantirish. Ichingizda qanaqa og'riq bo'lsa ham, bu narsani go'zallikka aylantirsa bo'ladi. Hozirgi kolleksiyamiz I am love. Men muhabbatman. Hammasi muhabbat to'g'risida. Endi o'sha go'zallik faqat muhabbat bilan, sevgi bilan, sevgi orqali va xohlardimki bizni dunyomizni muhabbat boshqarsa, sevgi boshqarsa. Bu narsa juda ham muhim deb o'ylayman. Bu sevgi faqatgina insonga bo'lgan sevgisi emas. Bu bizni planetamizga bo'lgan sevgi, bu bizni kasbimizga bo'lgan sevgimiz, bu umuman hayvonlarga bo'lgan sevgimiz, hammasi sevgi orqali bo'lishi kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Oy, Iman, katta rahmat sizga. Biz bilan shunchalik fikrlaringiz bilan hayotingizni bo'lishdingiz. Rahmat. Juda ham siz bilan faxrlanamiz. Yangi kolleksiyangizni kutib qolamiz. Hamma raqamlarini tashlaymiz sizga. Ularni olasiz, to'g'rimi? Bizani eng katta ideyamiz sizlar uchun yordam berish va sizlar o'zingiz emassiz, biz yoningizda emas. Har doim o'shanga ko'proq yozilinglar, bizga obuna bo'linglar va ko'proq sizlar uchun podkastlar qilamiz. Rahmat.